Qirg'iziston Rossiyaning S-300 zenit raketa komplekslarini oldi. Bu haqda Respublika Xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulov ma'lum qildi. S-300 havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish 2021-yilda Qirg'iziston prezidenti Sardar Japarovning Rossiyaga tashrifi chog'ida kelishilgan edi. 2023-yil noyabr oyida havo hujumidan mudofaa yagona mintaqaviy tizimni yaratish to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Ikki tomonlama kelishuv doirasida Rossiya kollektiv xavfsizlik zonasida birlashgan havo hujumidan mudofaa tizim qo'shinlarining harakatlarini muvofiqlashtiradi. Qirg'iziston esa bu harakatlarni boshqaradi. Qo'shinlar va texnikani joylashtirish uchun Bishkekdan 20 kilometr uzoqlikda joylashgan Rossiyaning Qand harbiy bazasi yonidan 5 gektar yer ajratilgan. Imonqulov Bishkek kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida Moskva bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlashda davom etayotganini qayd etdi. Bugungi kunda Qirg'izistonda 999 ta havo bazasi, Rossiya harbiy dengiz flotining 954-suv osti kemalariga qarshi qurol sinov bazasi, aloqa markazi va avtonom seysmik punkt joylashgan. Rossiyaning ushbu harbiy bazalarini qo'shimcha mustahkamlash ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida amalga oshirilmoqda. Sobiq Sovet hududida Qirg'izistondan tashqari Rossiya harbiy obyektlari Belarus, Qozog'iston, Tojikiston, Armaniston, Abxaziya, Pridnestrovye va Janubiy Osetiyada joylashgan. Tadqiqotchi Morgan Maglyanning aytishicha, yirik davlatlar harbiy bazalardan 3 ta asosiy maqsadga erishish uchun foydalanadi. Birinchi, o'z manfaatlarini himoya qilish uchun muhim strategik nuqtalarni egallash. Ikkinchi, ittifoqchilar xavfsizligini ta'minlash. Uchinchi, dushman hududlarini nazorat qilish. Ba'zilar harbiy bazalarni yumshoq mustamlakachilik deb atashadi. Aslida harbiy bazalarni joylashtirish mustamlakachilikning bir ko'rinishidir. Harbiy bazalar urushlarni qo'zg'ash, harbiy to'ntarishlar uyushtirish va ko'plab mamlakatlarni to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Islom yurtlari hududida kofir davlatlarning harbiy bazalarini joylashtirish shariat tomonidan taqiqlanadi. Kofirlarga aerodromlar va harbiy bazalarni berish mumkin emas. Aerodromlar, harbiy bazalar va shunga o'xshashlarni ijaraga berish shartnomasi taqiqlangan shartnomalar toifasiga kiradi. Shuning uchun bunday shartnomalar haromdir. Chunki u kofirlarga musulmonlar ustidan kuch beradi va ularni kufr xavfsizligiga qaram qiladi. Musulmon mamlakatlarida kofir davlatlar va ularning malaylari tarqatayotgan yovuzlikni faqat Allohning shariatini o'rnatish bilan to'xtatish mumkin. Musulmonlar xalifalikni o'rnatish orqali vaziyatni o'zgartirishi va kofirlarning ambitsiyalariga chek qo'ya olishi mumkin bo'ladi.